hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Turkiyada o'ltira qilish salohiyatiga ega Uyg'ur musofir Nurmuhammad Ro'zi 2020 yili 20 noyabrdan boshlab Saudiya Arabistonining turmusida tutib turilayotgan bo'lib, dushanba kuni uningga yaqinda Xitoyga topshirilganligi uqtirilgan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar ministerligidan Nurmuhammad Ro'zini Xitoyga topshirib bermaslikni, uningga erkinlik berib, uchinchi bir davlatga bexatar o'tishni kafolatlantirishni, Turkiya hukumatining Nurmuhammad Ro'ziga ega chiqishini talab qildi. Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan 2000 yurishdan ortiq tantarbiya kiyimi qishliq olimpik tantarbiya musobaqasi uchun Xitoy komandasiga yetkazildi. Beijing kundalik gazetining xabariga qaraganda, tanarkachilar qo'llanadigan qarta elish kiyimi, palay, bosma va quloqcha qatorliqlar chorshanba kuni yetib kelgan. Bularni ishlab chiqargan shirkatning bosh direktori Li Xayxong Sharq Turkistondagi eng yaxshi loyihalash usuli, eng yaxshi tashqi va ichki texnika va eng yaxshi xom ashyo orqali ishlab chiqarganligini aytdi. Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Tantarbiya idorasining muavin mudiri Jiang Familik qishlik olimpik tantarbiya musobaqasida Xitoy tanarkachilarining qishliq kiyim-kechaklarining Sharq Turkistondagi tubi yo'ngi va paxta qatorliq sifatli xom ashyodan ishlab chiqarilganligini aytdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga inkos qaytirib, Xitoy komandalarining Beijing qishliq olimpik tantarbiya irqiy qirg'inchilik musobaqasida kiydigan kiyimlari Xitoy ishg'ol qilib, irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishi natijasida ishlab chiqarilgan. Beijingning harakati nima degan nomussiz dedi. İnsan Hakları Birleşmesi Marrakesh'ten İdris Hasan'ni Xitoyga qaytarmaslikni talab qildi. Marrakesh İnsan Haklarını qo'g'lash Birleşmesi Marrakesh hukumat boshlig'i Aziz Axunoshdan İdris Hasan'ni Xitoyga topshirib bermaslikni talab qilib, Xitoyga topshirilgan ahvol ostida buning Marrakeshning inovatiga ta'sir yetkazganligini, İdris Hasanning hayotining xavfga uchraydiganligini, shunga buningga qat'iy qarshi turadiganligini, qonuniy va insonparvarlik nizomini o'tirg'a qo'yib, Marrakesh qonunining 721 nomerlik moddasining 2-tarmog'iga asosan, agar aloqador kishi chet el fuqarosi bo'lib, siyosiy jinoyat bilan ayblansa, o'tkazib berishga bo'lmaydiganligini aytdi. Shundaqla bu xil topshirib berishning kishilik huquq prinsipiga va qaytarmaslikni asos qiladigan xalqaro musofirlar qonuniga zid ekanligini, İdris Hasanning ismining 2021 yili 8-oyda Interpol tizimligidan o'chirilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Birlashma bir ochiq xat yozib 5-yanvar kuni o'zining Facebook sahifasiga chiqardi. 2020 yili 12-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 4 nafar mustaqil mutaxassisi Marrakeshni İdris Hasanni o'tkazib bermaslikka chaqirgan. Ular ogohlantirib, o'tkazib berish jarayonining har qanday shakldagi shaxsiy tekshirish va xavf-xatarni baholmay turib yuz berayotganligini, buning xalqaro kishilik huquq va musofirlar qonuniga ochiq-oshkora xilof ekanligini aytgan. Qozog'istonda ichki to'qinish davomlashmoqda. Qozog'iston prezidenti To'qayev Olmaotaga 20 mingdan ortiq maxluqning hujum qilganligini, terrorchilarning qurol-yarog' ishlatib, mol-mulkka ziyon solganligini, shunga terrorchilarni ogohlantirmasdan aytib o'tish, taslim bo'lmagan terrorchilarni yo'qotib o'tishni buyruq qildi. Shuning bilan bir vaqtda yana ba'zi rayonlarda tor bilan ta'minlashni kafolatlantirganligini, Rossiyaning tinchlikni saqlash uchun askar avatganligiga rahmat aytadiganligini bildirdi. Qozog'istonda qo'lga ilinganlarning soni 3000 nafardan oshdi. O'lganlarning soni 18 nafarga yetdi. Turk davlatlari birlashmasining boshlig'i Rajab Tayyip Erdo'g'an Qozog'istondagi vaziyatni yaqindan kuzatib turayotganligini, Qozog'istonning yangi hukumatining qisqa vaqtda qurilishi, davlatning tinchlikka erishishni orzu qilganligini, zarur tepilsa Turkiya hukumatining turli texnika bilimlari, tajriba saboq va boshqa yordamlar uchun tayyor turganligini aytdi. Türk Dünyası Yardımlaşış ve İttifaklaşış Cemiyeti'nin reisi Halit Kanak, Sharq Turkistonda işgal davomlashmoqda. Türk Devletleri Teşkilatı'na biz bo'lmasak o'zingizni boshqara olmaysiz degan tashviqot berilmoqda. Rossiya qarindosh davlat Qozog'istonga hokim bo'lish orzusini yangidan o'ttirg'a qo'ydi. Biz Qozog'iston Rossiya bo'lmasa o'zini boshqara olmaydi deydigan davlat boshqaruvchilarga muhtoj emas. Bo'libmi yillardan buyon Qozog'istonning yer osti boyligini o'g'irlab kelayotgan Rossiyaning yetakchiligiga hargizmo muhtoj emas. Qozog'iston turklari aldamchi, samimiyatsiz markazlarning yetaklashiga muhtoj emas. Qozog'iston turklari samimiy, o'zini sotmaydigan qon qarindosh yo'ldoshlarga muhtoj. Bular Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Şu an Türk Devletleri Teşkilatı'nı murassachi sifatida darhol vazifaga chaqirish kerak.
Rossiyaning Qozog'istonga kirishi xuddi Qorabog'dagiga o'xshash o'ziga o'rin hozirlaydi. Natijada Qozog'istonda asliga keltirgili bo'lmaydigan cho'nqur jarohatlarni keltirib chiqaradi. Buningga qat'iy yo'l qo'ymaslik kerak. Qozog'iston kuchlik bo'lishi, Nursulton Nazarboyevning Moskvaga ilib kelinishiga qarshi turishi kerak. Tik turganda bu o'ngsizliklarni yengili bo'ladi. Türk dünyası 350 milyonluq bir aile. Biz bir-birimizga yetimiz. Başqa joylardan hal qilish chorasi izlashning keragi yo'q. Türk davlatlari tashkiloti Qozog'istonni parlaq va go'zal kelgusiga elib boradi. Hech kim buningdan gumonlanmasin. İttifoqligimiz abadiy, yo'limiz baxtli bo'lsin dedi. Vatan söйгәнләргә ait. Vatan xalqning o'tida kuyib, suyida aqqanlarga ait. Vatan mardlarga, vijdon egillariga ait. Vatan uning uchun har narsani pido qilishga tayyor turganlarga ait. Vatan durust, pokiz qalb egillariga ait. Vatan aql ko'zi ochiqlarga ait. Vatan haqiqiy iymon egillariga ait. Vatan ar nomusni qadrlaganlarga ait. Vatan ishonchini, umidini yo'qotmaganlarga ait. Vatan uni qutqizish uchun harakat qilgan jasorat egillariga ait. Vatan to'g'rini anqiralagan, to'g'rining yanida o'rin olalagan, mo'rini mo'riga terib kurash qilalaganlarga ait. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.